Taşbulat, oğlum. Canım apa. Canım balam. Gel, bir yerde otur. Canım balam, nemişkim şunda kıgan sen? Apa, senin tatkan azaplarınga, acamdan körüp atkan horluklarıga, mektepten alıgan ıza ahanetlerimge zatılı çiliyamadım. Bırak, muşundak akıvetini oylasan bulmaz mı de oğlum? Eğer o ikisini cehennemge uzutalgan bolsam meyliti apa. 10 kıtım açıkıp atkan bolsam o meyliti. Emma, xuddi meni küzütüp turgandekla, sakçılarının peyda bop kalganlığı, meni kısas huzurumdan mehrum kıldı. Canım balam, hemme iş ütüp gidi doymaz mı? Menin azap, horluk, hasret nadametlerge künük ikenligimni bilisan go. Sizning tün keçilerde yoşurun jığılganlarınızny, jığı bilen Allah'ın alıqıganlarınızny, uxlavassak, başlarımızını sılap ak vurganlarınızny körüp, jürügüm kokastı köygende örtülüp ketdi. U yağı qarsam siz, bu yağı qarsam açam, keynim qarsam miskin sığlım. Tova, Allah'ın bizni köre közü yok mudu apa? Toşuptu. Vakit toştu. Sabitcan aka, öyünü sizi tapşırdım. Öydikilerden Öydikilerden xəbər ipqiyasız. Qıqandırınız ne? Çoxub qaytır mən Sabitcan aka. Mağış şinam. Canım balam, Taşbulat özünü asra. Özünü asra. Sabitcan aka, öyünü sizi tapşırdım. Hatırcan bol Taşbulat. Xoş apa, məndən ənsirmə. Öydikilerden hatırcan bol. Ben haber alımen. Oğlumuzdan enstrüman. Çokum yaxşı advokat tapalayımız. Yürü, haydi gidelim. Aslida saqchilar Obidaning oilasini taqib ostiga olgan ekanlar. Taşbulat qisos olaman deb ularning planini buzib qo'yibdi. Xalqlarning yolqinni zahar etkazishdigini to'g'ri uqishmamdi. Ey Qasim, sening putung naga sepilib qoldi. Endi bu patqoqdan saqchi qolamsa yo'q, bir nima demak tas. Qisqasi o'z go'rini o'z qazdi degan shu. Xudoyim, bu ovoz 2-3 kunda bir paydo bo'lib, meni hech aramimni qo'ymadi. Sabit efendi, o menin kızım Hava. Ölüşken bu avazını anlap çıksam koçunun o beşinde çaşları çoğulgan, qaqqar bir sayının jügürüp ketiyotganligini xılpal görüp kaldım. Havanisa şehrimizde bizga yıkılı bir yerde buluş mümkün. Havanisa, Gülsümede. Havanisa qaytib Özünüzde kelin. bismillah. Men sizden arkadaşım qaytib kelin. Anlamaydım. Unda qılma Gülsümede. qaytib Durma. kelin. Oldu kılam. O kitip oldu. Canım balam. Ondandır enstrüman. Qaytib kelin O Havanisa. şu şehirde bolu diken. Çokum tapalayımız. Canım balam, Ben qaytib sizinle kelin. önümüzge ekirip koyayım. Yürü. Yürü. Yürü Gülsümede. Yürü. Uyumuzga kirib ketim. Yürü, ben sizinle ekirip koyayım. Canım kızım. Bo'ldi, yig'lamang. Gulsimada.
Bo'ldi qilim. Avanısa. Heliqi yomg'irliq kechisi uning chiqib ketishiga yo'l qo'ymagan bo'lsam, bugünkidek holga tushib qolmas edi. Hozir Qosim nimalarni o'ylayotgandi? O qizini yo'qlab kelarmi? Yo'q. O qizini qurbon qilish badaliga ishrat patqiga patdi. Shu uni izlab berishim kerak. Dada, men qaytib keldim. Farida. Qizim, havo adingizga qarab tursangiz, men uning dadisi bilan ko'rishib kelay. Nima? Havo odamni ektamda? Yo'q dada, undaq rahimsizlik qilmang. Sizga bag'ir tashliq yarashmaydi. U odam bek eski ekan. Yo'q qizim, men u odamning yuragiga qo'limni sepaqay deyman. Siz havo adingizga qarg'ash turing, ha? Farida, o'kulga yaxshi qarang. Agar o'kul mangmay qolsa, Bo'ldi dada. Siz tushundirmisingizmi bilaman. O'qil maqmay qolsa, bilakdagi jingni azroq yuqori tuban mitirlataman. Bilak ostiga lo'nga qistiraman. Suyi tugaganda jingni sug'urib olib, paxta bosaman. Bularni men opam kasal vaqtida o'rganib olgan edim. ha, men mangdim qizim. Dada, bir ishni so'rasam bo'lamdi. Xili uzun bo'ldi. Uning tegiga yetolmay kelyaptiman. So'rang qizim. Qandaqli ish bo'lsa, so'ravering. Yurak qasriga ko'ngil hukm bilan kirgili bo'lmaydi degan gapning mazmuni nima? Tushuntirib bersangiz. Bu gapni sizga kim dedi? Uni so'rab nima qilasiz? Deb bersingizlar bo'lmadimi? Qizim, bu so'zni har xil tushuntirgili bo'ladi. Shunga qandaq sharoitda kimning og'zidan chiqqanligiga qaraymiz-da. Hava acha meni o'rmonda o'ynatganda men uningga siz mening opamga o'xshaysiz. Agar opam bo'lib qolgan bo'lsangiz nima degan yaxshi bo'ladi desam, u qizirib ketib shundoq degan edi. Tushundim qizim. Havo achingiz birovning ko'nglini zo'rlik bilan o'ziga mahliya qilib baxtga erishgili bo'lmaydi debdi. Qizim, siz havo achingizni shuncha yaxshi ko'ramsiz. Bekmi yaxshi ko'raman dada. U mening opamga o'xshaydi. Gap qilishlari, kulishlari, pari deb chochlarimni silashlari, ko'zimga uzundan uzun qarashlari. O'zimni bilmayman. Ba'zi chaqlarda uning ko'ziga shunchalik tikilib qaraymanki, men unutmagan narsalarni havo achamning g'amkin chiroyida ko'raman. Nurbiya, bu olamdan vidolashib, Peyqirning bag'rini qon, ma'suma qizimiz Faridani bu dunyo qaroqsiga yolg'iz tashlab ketdingiz. Ketganingizga mana 3 yil bo'lay debdi. Gözüden bir damcı yaş almışsınız. Göğrümde çik oturup. Siz onu ögeylemeydiğen. Ah gönül, bak niye bir adı tepip verin. Sizden o dünya bu dünya razı olun.
Fikildirim, prikazchik Obidaning uyi qaysi? Mushu binoning birinchi eshik eng ustidagi so'l tarafdagi uy shu. Kim izlaysiz? Qosim uyda bormi? Ubada qilatdi. Apa! Ani chaqirdi. Assalomu alaykum. Oy, Sabit efendimiz siz? Yaxshimisiz? Qani, o'kirayli. Ha. O'kira. Qani, o'tiring. Ha. Men choy demlab chiqay. Ha, bo'ldi. Ajit yo'q. Ayolim shu kunki ishdan keyin uydan chiqolmay yotdi. Yuzidagi tirnoq izlari qaqash bog'lab qordab ketdi. Kiyimlaringizni kiysangiz havolangach qo'rudi birdam aylansin. Bir ish bormidi? Qizingizni ahvolini so'rab qo'yaymi demaysiz-ku? Voy, qo'ying uni. O rastulloh aqlidan ezibdi. Sarang bo'lib qopdi. Havonisani doktorxonaga yo'tkamoqchi. Shunga siz bilan maslahatlashay deb kelgandim. Na bo'ladi. Siz o'ltirib turing. Men chiqib kiyimimni almashtirib olay. Abida, mening ko'ynigimni Endi fursat keldi. Havo degan qonchiqni saranglar doktorxonasiga olib ketish kerak. shunda qilsak bo'ladimi? Voy, nemishga bo'lmaydi ekan. Gulsim degan paqmuvash qizini qutuldirish uchun bo'lsa-mu, cho'qim ma'qul deydi. Ilmi ta'limimizga o'ltirman, chopaman deb davomli qo'qoq soldigan Toshpo'lat degan lukchakmi? Chojisini yeb barlig'iga yegi bag'an tursa, biz yana nimadan qo'rqatdik? Yaqinroq keling. Siz Gulsimga uy xetini bersanglar, havoning davolash chiqimini o'zim ko'taraman-da. Bildingizmi? Bildim. Ko'ynigimni olib bering. Bu qitimqi fursatni herkes qo'lingizdan bermang. Gapimni esingiz ching tuting, ha? Azazil qanjoq shunchalam tishlagan bormi? Tas qapti tomirimni o'zib etkili. Elim yaxshi, siz bo'lib qapsiz. Havonisani doktorxonaga yotqizishda qanday maslahatingiz bor ekan? Anglab baqsam. Qandoq maslahatim bo'ladi? Uni saranglar doktorxonasiga olib kirib sol o'tish kerak. Shunda qilganda quloq tinjiydi. Saranglar doktorxonasiga? Albatta. Uning yotoq, tamoq pullarining hamma chiqimini o'zim ko'taraman. Faqat bir shartim bor. Qanday shart? Qani dang. U menga uy xetini berish kerak. Nima? Sizning esingiz joyidami qandaq? Nima deb jo'layapsiz, ha? Men havoni xalq doktorxonasiga yo'tkamoqchi. Shuncha rasvoyi olam ishlarni qilib yetib, yana vijdon azobi his qilmadingizmi? Qizingizni nobud qildingiz. O'g'lingiz bo'z turmida. Bir oilani vayron qildingiz. Kichkina jonivor qush qashchig'ida buzilgan changis atrofidan necha kunlab ketamaydi. Qilganlaringizning hammasi jinoyat, bilamsiz? Men jinoyatchi bo'lsam, nima uchun saqchilar kelib meni tutmaydi? Nima uchun apirib turmag'i so'lamaydi?
Aldırab ketmang Qasım. Sizning hozirgi holtingiz o'zingizga ayon. Kuningiz mahbuslarnikidami eg'ir. Bilib qo'ying. Haqiqiy turma elning g'azabli qarashi. Haqiqiy jazo elning nafrati. Sizning qandoq odam ekanligingizni fuqarolarning qalb tarozisi texmo bakrak o'lchaydi. Deganlaringizga o'rinliq. Lekin bu Gülsüm özünü tüzeştirip yürüşünü bilmeydi. Etdigenden keşkiçe paskanachilik ishida yurgan. Hey, hava bo'lsa og'zi itdek bir javıldak. Odamga yuz xotir qilishni bilmaydi. Toshpo'lat bo'lsa uchiga chiqqan bir lükchak bo'ldi. O'tganda men bilan Obidani o'ltirman deb nima ishlarni qilmadi? Shunda Qasım. Namaratlikning aybi nayt nurg'un. Öz pishtingizdan tomgan farzandlaringizni, 20 necha yil bag'ringizga tangan oq ko'ngil, vafodor ayolingizni nimalarni deb ayblamayapsiz, ha? Ularni shuncha vala dard alamga qo'yganingiz yetmay, yana bundaq deyishga qandoq vijdoningiz chidadi? Qasım, sizga eg'ir kasma aytib qo'yay. Agiz ishgan kalimo, agizga to'ygandan keyin go'yo uningdan bezar bo'lgandek asta ketib qoladi. Lekin paskina agiz ustida hargiz yetib olmaydi. Hava acha. Farida. Farida, sizni bak sevgandim. Men bu shu. Havanisa, bir ay ishchidlar, xeyli aslingizga kelib qoldingiz. Bundaq patli yaxshi bo'lib ketishingiz meni to'liq xushal qilyapti. Hava acha, men sizga nima ep keldim? Qarang. Mana bu hurmatli Sabit efendi. Bu siz. Mana bu men. Buni o'zimning puliga oldim. Boshqa narsalarni mana bu odam oldi. Aytiling, men sep qo'yay. Rahmat sizlarga. Sizlar har kuni kelyapsizlar. Olimdan xabar olyapsizlar. Ay, qarangiz sizni. O'rnisa bilan Farida ishkisi navbatlashib sizga qaradi. Ular ishkilisizlar o'z sing'illaringizga o'xshash. Dada, men doktorxonaning beg'ida birdan o'ynab kiray, ya. Ha, ma'qul. Men siz bilan xo'shlashqili keldim. Ta'til munosabati bilan Faridani yurtga olib borib, o'ynatib kelaydigan edim. Balkim uzunroq turib qolishim mumkin. Bu mezgilda o'zingizni ko'proq asrang. Behuda xiyollarda bo'lmang, bo'lmasa yana uzilib qolasiz. Aras, men doktorxona bilan hisoblashib bo'ldim. Chiqish rasmiyatingizni Ilyar doktor bejirib berdi. Men sizga quruq rahmatdan boshqa nimani deyalaydim. Behuda xiyollarni qilmay deyman. Lekin shu la'nat xiyollar qir bosgandek ko'z oldimdan zinhor ketmaydi. Bu ishchingizning kuchlikidan bo'layotgan ish. Siz kitobni ko'p ko'radi ekansiz. Bundan keyin ko'proq kitob bilan mashg'ul bo'ling. O sizni g'ayri xiyollardan xalos qiladi. Kichigimdan tatibla xiyolchan edim. Go'dak hissiyotim bilan bu shaharning manzaralariga qarab to'ymaydi. Yap-yeshil buyuk baraqsan manzaralariga sirliq pichirlab eqiyotgan suvlarga ajoyib sehrlik ko'k quyoshlik osmoniga qarab to'ymaydi. Ko'nglimda tova bu islar qayoqdan kelib qayoqlarga ketayotgandi deb o'ylaydim. Cho'ng bo'lgan sira his qildimki, shahar go'zal bo'g'ini bilan, lekin bu shaharning odamlari uning manzarasidek saf, samimiy go'zal emas ekan. Ular o'z maqsadlariga yetish uchun har qanday razilliklarni qilishdan yanmaydi ekan. Men nimalarni so'zlab ketdim.
Gayret qıp ketdim nima? Yo'q, buni g'ayvat shikoyatiga bo'lmaydi Avanisa. Dunyoda tatliq narsalar oz emas. Hammadan tatlig'i adolatga talpinishlik shikoyat. O'zining razil maqsadlariga yetish uchun sizni qurbon qildi. Turing o'rningizdan. Sirtqa chiqib, biroz havo yeylik. Turing. Nemidan ansirayotganligingiz menga ayon. Men uning yo'lini qilib qo'ydim. Taklif? Shundoq. Bu uskunlari yangidan keltirilgan to'qimchilik korxonasi ham yotoqliq. Doktorxonadan chiqqandan keyin bir hafta dam olib ishga tushsangiz bo'ladi. Sabitcan aka. Hey, bunda qilmang. O'rningizdan turing. Bu yerda o'tiring. Doktorxonadan chiqishning gapini anglapla. Beshimga tog'dirib tushgandek bo'lgan edim. Endi nagim boraman degan o'y meni ansiz xiyolab patqiga qayta so'rab kirgan edi. Oxiri yana shu qiytiqchi momayning qishig'i ketay degan qarorga keldim. Qiytiqchi momay? U kim? Heliqi judonliq kechisi bir qiytiqchi momay sasliqda yotqanimni ko'rib meni uyiga akiribdi. Mana endi yaxshi bo'ldi. Doktorxonadan chiqsamla yotadigan makanim, ishlaydigan o'rnim bor bo'ldi. Mundaqdan. Hava acha, Farida. Xo'sh, Avanisa. Biz qaytaylik. Salomatligingizni asrang. Biz qaytib kelib sizni izlaymiz. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Dada, siz menga turing, keyiningizda yetishib olaman. Ma'qul qizim. Mesozga ko'proq asrang. Ma'qul. Bo'ladi, Farida. Dadangizning gapini anglang. Bo'lamdi. Ma'qul. Qosim. Seni bu yay chaqirtishimdagi maqsad sen ayoling bilan ajrashgandan keyin bolalaringga turmush bo'lib bermabsan, shundaqmi? Nima? Gulsum arz qildimi? Yo'q. Ayoling kelib boqmadi. Lekin aholilar komiteti bizga bu ahvolni inkos qildi. Men shu Nima? Bolalaringdan qishi qaytib ketmoqchimsan? Yangi oilangdan ko'ngling suyishmabdi-da. Men Hey, nimidan qo'rqsan? Mana men igi bo'lay deb seni chaqirtdim-ku. men ansirab qoldim. Ona bola uchaylan bag'al siri sirliq tuyulib ketyotdi. Shundaqmi? Masalan, qaysi taraflardan ansirab qolding? Abida pirgasiylik xizmatini tashladi. Ona bola uchaylan kechkichi o'g'lining hujrasiga kirib olib, tong otqichi pishirilishidi. Oraliqda chiqqachilavatding degandek gaplar yana Soliya xotinining shirqlagan ovozlarimi anglandi. Mundaq degan. Bu suratdagi odamni tunimsan? Shu. Dal o'zi shu. Men bu odamni bizning qo'rovda bir qancha qitim ko'rgandim. Men endi tushandim. Men endi u uyga hargiz bormayman. Yo'q. Bo'lmaydi. Unda qilsang, ular sirimizni bilib qoladi-da. Nagil borma, sana qo'l soladi. Seni joylavatmigicha hargiz tinjimaydi. Voy xudoyim-ey. Endi men qanday qilsam bo'la, ha? Çandırma. Xushal keyfiyat yür. Suratdagi bu odam paydo bo'lgan hamon Yanfonning
Ma numarini 2 qitim. Bu numarini 1 qitim besip, men 0 ber desanglar, biz derhal şu yerga boramiz. Amma sende yanfon borligini ular hergiz bilmisin. Başlayak. Men o öyge barmısamço? Bormisan, hayoting xavf ostida qoladi. Temtirme, uduqma. Telefon berib bo'lib, bexiraman uxlagan bo'lib ol. Meningcha, ular sana aldirab qo'lsamaydi. Obidaning seni qo'ldan chiqag'isi yo'q. Chunki sening qo'lingdagi bebaho guharni ular texe qo'lga kirgizgani yo'q. Güher? Qaysi güher o? Qo'ru joyingchi. Bunu sizlar qandaq bilisizlar? Hey Qasim. Obidaning nos xuluqlaridan o'shani yo'qitib, qonun to'riq tushib qolg'il tas qolding. Vay Xudoyim ey, men endi tushandim. Bir pulingizga onu qetilidi. Bu jonni olqonga ep qo'yib qiladigan tijorat degini asli bekor emaskanda. Agar menmo qoro joyimni setib, pulini ularga bergan bo'lsam, menmo zahar etkazchilarga dasmi sog'an bo'ladi ekanman-da. Qandaq? Kallangdan o'tdimi? O'tdi boshliq. Uy! Hey! Hizimeli Qasimni saqchidan chaqirtibdi. Bu nima ish deb mendan so'rayotdi-da. Shunda qishmi bo'lganmi? Bu oldin qaptidagi ish. Gülsüm balalarning nafiq puli uchun sotqa arz qilibdi. Rasma? Ras bo'lmaychi. Mening uningdan boshqa yana nima gunohim botdi? Keyin qanday bo'ldi? Men har oyda nafiq puli uchun 200 so'm berdigan, ham havoning hamma doktor pulini ko'tardigan, shundaqla 2 ig'iz uy tepib, ijaraga ep berdigan bo'ldim. Lekin Gülsüm uy xetini menga berdigan bo'ldi. Rasma? Ras bo'lmaychi. Acaba mushuncha bo'la cho'ng ishni menga demabsiz-a? Shu uy xetini akilib, sizni bir aqli xo'sh qilib o'tay degandim. Uy xetini qachon berdigan bo'ldi? Balalarga 2 ig'izlik uydan birini tepib, 5 yillik ijara haqqini to'lagandan keyin berdigan bo'ldi. Emischi, mushatning ichidil uydan birini tepib, ularni ko'chirib eting. Bo'ladi. Men mo shundaq o'ylagan edim. Bo'lmasa, Gülsümgimi gap o'ytadiganlarni chiqmaydi degili bo'lmaydi. Shu emasmi? Endi o gapingiz tugagandi. Ha, endi uxlasangiz bo'ladi. Ha, bo'ladi. Sizmi baldiroq yeting. Ma'qul. Ajab kechikib ketding-ku. Hafta bo'ldi yo'lingni qarag'ay. Shikardagi xo'jayinlar bilan
Badi kelişemey vaqt biraz sozulib ketdi. Pulni tayyor qilgansizlar. Men 50 ming o'rnini qila oldim. Hatta arada joylab beraman, xotirjam bo'ling. Ey, biz nima deyishgan? 50 mingni saqlab yo'lda qolamanmi? Pulning o'rni bor. Odamni undaq ahmoq qilmanglar. 300 ming ko'ylik qora joy bor degandan keyin shuni setib pulni bersanglar tugimidimi? Qosim degan lamzallining heliqi paqmuvash xotini soqchiga arz qilib ekan. Qosimni soqchidan chaqirtibdi. Asta. Xotiniga ijaraga uy epasila uy xetini bergan bo'pti. Soqchidan chaqirgan ekan. Cho'qim el bo'ldi. Tez! To'xta! Ya qochsa, uni tut! Usta! Bu sotlak! Öldürüydü ben! Kıpırdaşma! Dada, havo acamni yo'qlab kelamdiq. Qizim, 2 oydan beri havo hadingizni toza Siz seg'inibsiz-da. seg'inmadingizmi? To'qimchilik korxonasining orlig'i xeyli bor. Bugun kashf qoldi. Uning ustiga safar hardiga yetib qoldi. Atatigan bo'lsa qandaq? Emis atdigan maktabga tizim qoldirib bo'lib andan boray. Siz atdigan o'zingiz ketavering. Hozir Gulsumxon opangizni yo'qlab chiqsa qandaq deysiz? Bo'ladi dada, men jutdan akagan olmadan to'qashlarni ilib olay. Yaxshi, shunda qiling. Voy, Qandaq yaxshi Sabit turdingizmi? efendi, techaman kapsizlar. Kelsim xapa. Yaxshimi qizim? Qani, uy kiranglar. Ha. Uy kiranglar. Kelsim xanapa, az bo'lsin-o yurtning narsalari. Qani. Voy, nima avvar bo'lib. Rahmat. Dada, men o'rnisoq olgan daftar qalam xotirlarni olib chiqib beray. Bayla olib chiqilgan gapdi ekan. Hozirla kiramiz. Bo'pti. Yuring Yeb bering. o'rnisa. Choy ichin. Bugun mahallaga kelibla ba'zi bir yangiliklarni anglayman-ku, rasma? Siz yurtga ketibla ajoyib ishlar yuz berdi. Abida bilan balları yana bir zahar atkachisi bilan birlashib Qosimni o'ltirib qo'yg'il tasliq qildi. Shundaqmi? Qosimning hamma davolanish, oziqlanish chiqimlarini saqchi taraf ustiga oldi. Uni doktorxonada 40 necha kun boqqanligim uchun menga mahq berdi. Uning ustiga muhit asrash idorasiga kirgizib qo'ydi. Hozir maoshliq bo'lib qoldim. Qosimning holidan siz xabar olibsiz-da? Dastlabda kallamdan o'tmagan edi, lekin uning yig'isini ko'rib zotilchi deyamadim. Gülsün. Ben bir kabahat düş gördüm. Bu çüş. Bek mi korkunçlu. Bek mi kabahatli. Bu çüş. Hayatımı veyran kılıp. Yüreğimni soğurup aldı. Gülsün, ben sana yüzgülenmeyim. Havanisa bilan ko'rishib turdinglarmi? Hozir havo qizim Hörnisadan boshqa hech kim bilan ko'rishmaydi. Qosim ahvol so'rayman deb korxona oldiga ko'p qatim bordi. Biroq havo chiqqili unimidi. Qosim o'z-o'zini qachatlab og'iz burnini qonitibdi. Toshpo'lat hozirgacha turmadi. Toshpo'latni-chi yo'qlab turdingizmi? 3 kunning oldida borgan.
Lekin dadısını körüplü kayni giyinip kirip ketdi. Yana Taşpolat meni zolamangla. Mening unda qarniyat dadam yo'q deb vaqirdi. Balla mushunda qilaversa Qasımga ig'ir kelib o'zini bir nima qilib olamdikin deb ansirayman. Gülsüm, ben bir kabahat düş gördüm. Tovu deb yaqini tutmaqdan boshqa iloji yo'q. Bu qabahatli tushni Qosimni ko'rdi degandan ko'ra, Gulsum, Toshpo'lat, Avanisalarni ko'rdi degan tuzuk. Bu qabahatli tush ularning hamma nimasini, o'tmishi va bugunini vayron qilib etdi. Önsiz kun yo'q, dog'siz Layli degandek inson turli ro'yi ojizliklardan xoli emas. U go'yi bilib bilmay har xil xatoliklarni sodir qiladi. Lekin hayotda xato ilingan bir qadam seni bag'an siri patqoq so'raydi. Natijada bulg'unisan, rasvo bo'lasan, maynatlisan. Oxir bir kuni saskinib kayningga qaytsan. Ammo kechikkan bo'lasan. El nazardan tushsan. Bu nadomat bir umr seni xun qilib yutadi. Şuna her kişi öz dilini samimiy niyat nuri bilan bezishi kerak. Nahayat afsus. Gulsum, Havanisa, Toshpo'latlarning yuragini qaplagan dog'larni Qosim bir umr ko'z yoshlari bilan yuvib tozalay oladimi? Xayr. Bu qabahatli tush o'tib ketdi. Faqir Gulsum, Havanisa, Toshpo'lat Qosimlarga xayrlik tilaydi. Ularning keyingi hayoti xayrlik bo'lsin. Yaxshimisiz? Havani sağ sizin kelganligingizni degandim, lekin O nima deydi? u siz bilan ko'rishmayman deydi. Xo'sh. Havanisa dard hasratlari, azobli kechirmishlari shohidi bo'lgan tunji muhabbatini rad qilgan odamini ko'gis kelmaganligi, uning to'liq asli kelganligi albatta. Shundaq. U hozir qaya xilvat va pinhon bo'lsa, shu yerni izlaydi. Qaya g'alvi g'udurliq bo'lsa, darhol qochadi. Xuddi yovvoyi qushning o'zi. U odamlardan bezgan. Patparaq hayotdan qo'l uzgan. Uning do'sti yolg'izlik, uning sirdishi xiyol, uning omriqi kitob, g'oyidagi obraz. Bana nima bo'ldi? Nima qilyapman? Bu qandoq tashnalik? Nimaga taqozo bo'lyapman? Nima uchun miskinlik, g'ayriblik, tashnalik to'rlari yuragimni siqadi?
dertlik yeşilni Kurutsi baharda ağda Bir kim yerge ekken dişilni Yana bir kim koydu rozlar Bir kim yerge ekken dişilni Yana bir kim